Agar kim bir-birini sevmasa, kim bir-birini yoqtirmasa, ayrılsın degan imkoniyat chiqsa borku, ishonavering, nihoyatda ko'pchiligingizni hayotingiz buzilib ketadi. Oilangiz tarqab ketadi. Hamma bir-birini sevganidan yashamayapti bu hayotda. Har bitta xonadonda baxt bor degani emas. Ayniqsa meni gapim erkaklarga, aka-ukalarga 70%, 80%ga. Ha, u ko'chada maza qilyapsiz, o'ynab kulyapsiz, uyga xotinni qo'yib qo'yyapsiz. Ha, ikkita bolang bor, qaqa ham borasan. Hamma narsani qilib qo'yganman degan so'zlar bilan o'zingizdan sovutib bo'ldingiz. Iloji yo'q, majburligidan farzandlarim deb yashayapti. Kerak bo'lsa mana bu yostiqqa bosh qo'yganingiz ham bor-ku, shuni tushiga qo'yib erakanda deb chidab beryapti, rolini o'ynab beryapti. Siz ko'rolmayapsiz uni, ko'rolmaysiz. Rolini o'ynab beryapti majbur farzandlari uchun. Agar ularda imkoniyati bo'lsa, orqasida bir oilasi turib bersa yoki uy-joy qilishga imkoniyat bo'lsa bor-ku, 3 ta bolani olib betingizga tupurib chiqib ketadi. Ishonavering. 1 minut ham turmaydi. Siz prosta imkonsizligidan foydalanyapsiz xolos. Oy, birinchi kuni o'sha ayolingizga qanaqa nigoh bilan qaragan bo'lsangiz, hozir ham o'sha nigoh bilan qarasangiz bor-ku, undan chiroyligi, undan zo'ri yo'q. Yosh qizlar o'zi ajrashga tushyapti. Uyda turib